Dilimiy haqida gapirilgan mana bu videomni ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Istoriyasida reklama olganmiz ingliz tili o'quv markaziga. Reklamamizni 200 mingdan oshiq odam ko'rgan. Anaqa ro'yxatdan o'tish uchun link berilgan. Nechta odam kelgan deb o'ylaysizlar? 27 ta. Bu videoda shunaqa tushunilganki, xuddaki Dilimiyning reklamasi effektsiz. Lekin men bu treningda ozgina boshqacharoq informatsiya bergan edim. Ya'ni, agar katta blogerlardan bizni reklama oladigan bo'lsak, primoy lead tortish ilinjida emas, balki ulardan brendni tanitish uchun foydalanadigan bo'lsa, effektiv bo'lishini aytmoqchi bo'lganman. Bularga primerlarni ko'radigan bo'lsak, Dilimiyni o'zida ko'rsa ham bo'ladi. Bozorga olib kirishgan juda ko'p brendlarni ko'rganman. Misol uchun Delis. Ko'pchilik eslasa kerak. Imbazar, uni ham ko'pchilik tanidi. Hozir ham Stix'ni juda zo'r PR qilishyapti. Bu yoqda ham Stix tanilyapti, ham bitta katta savdo markaziga reklama bor. Tavsiya nima? Marketing budjetini taqsimlayotganda o'zi sizning mahsulotingiz kimga kerak va uni qaysi blogerda reklama qildirsangiz effektiv bo'lishini oldindan rejalashtirib harakat qilganingiz afzal. Lead olmoqchi bo'lsangiz, ekspertli blogerlarga, agar brendni tanitmoqchi bo'lsangiz, katta axlatlarga ega bo'lgan blogerlarga. Agar o'zingizni tanitmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz kerak. Sizga tushuntira olgan bo'lsam va video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like